Assalomu alaykum. Kun davomidagi yumushlarini tugatib, ko'ngil xotirjamligida Toshkent telekanaliga sozlangan azizlar. Ko'nglingizga taskin bo'luvchi, muammolaringizga yechim topguvchi jonli loyiha Taskin efirda. Psixologga savollaringiz yoki ulardan maslahat olmoqchi bo'lsangiz, marhamat, telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 0141 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugun studiyaga malakali psixolog, psixoterapevt Nodira Sultonxo'jayevani taklif qilganmiz. Nodira opa, assalomu alaykum yana bir bora. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Go'zal oqshom sizga ham hamroh bo'lyapti va o'ylaymizki, jonli efirimiz davomida muxlislarimiz ham bizga hamroh bo'ladi, o'zlariga kerakli bo'lgan maslahatlarni sizdan olishadi. Keling, dastlab bola tarbiyasiga to'xtalsak, aynan ota-onaning bola tarbiyasidagi roli qanchalik muhimligini ta'kidlab o'tsangiz psixolog sifatida. Marhamat. Rahmat. Dilnozaxon, juda ham muhim savol, chunki bola tarbiyasida ota-onaning roli juda ham ahamiyatli va muhimdir. Biz o'rganganmizki, ota-ona nasihat berish kerak, maslahat berish kerak, yo'l yo'riq ko'rsatish kerak deymiz. Lekin bolaning psixologiyasida shundayki, u faqatgina ko'rganini, ya'ni namunani o'ziga oladi. Balkim eshitishi mumkindir, qandaydir gaplar o'tishi mumkin, lekin asosiysi ota-onaning xulq-atvori va ota-ona o'zi gapirgan gapiga yarasha xuddi shunday xatti-harakatdami yoki aksincha xatti-harakatdami va xuddi ota-onani nima deydi, loyihasini olgandek bola o'shalarni andozasini oladi va qanchalik men ota-onamga o'xshamayman degan taqdirda ham umri davomida o'sha o'xshamayman degan narsalar hammasini birga bir takrorlaydi. Juda ham yaxshi. Azizlar, yana bir bora biz telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. Savollaringiz bo'lsa, jonli efirimiz davomida qo'ng'iroq qilish imkoniyati sizda bor va mana shu imkoniyatdan siz foydalanib qoling. 1 soat davomida biz siz bilan birga bo'lamiz. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 0141 raqamlari sizning ixtiyoringizda. Demak, o'spirinlik davriga ham to'xtalamiz. Aynan o'spirinlik davridagi psixofiziologik o'zgarishlar, konfliktlar haqida ham gapirib bersangiz, bu o'z-o'zidan namoyon bo'ladigan jarayonmi? Albatta, o'spirinlik ham bir hayot davomida bizning qandaydir etapimiz, ya'ni bosqich, ya'ni tug'ilgan vaqtdan to o'spirinlikkacha o'zining bosqichlari bor va shundan eng muhimi bu o'spirinlik vaqti. Bu albatta psixofiziologik holatlarga bog'liq. Birinchi galda gormonlar. Ya'ni gormonal o'zgarishlar organizmning tez o'sishiga olib keladi va uning ulg'ayishiga olib keladi. Va xuddi shunday holatda gormonlar juda ham emotsiya bilan chambarchas bog'liq va bu gormonlarning o'sishi go'yoki Amerika nima deydi, karuseli yoki arg'imchog'iga o'xshaydi va shunday holatlarda emotsiya yetib bormaydi. Bolaning o'zi ruhiyatida katta o'zgarishlar bo'ladi va anglash darajasi hali past. Ya'ni tanasi, haligi suyak qismlari o'zgarishi mumkin, yuzlari o'zgarishi mumkin, fiziologik jihatdan va tashqi ko'rinish sifatida ham o'ziga o'zi yoqmaydi. Chunki har xil o'zgarishlar boshlanadi, akne boshlanadi, har xil yuzga toshmalar boshlanadi, burni kattalashadi, labi kattalashadi, yuzi xuddi nima deydi, bir shishib ketganga o'xshaydi, sochi yog'lanadi. Xullas, hamma o'zgarishlar hammasi gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq. Lekin shu paytda ularning emosional holati, o'ziga bo'lgan ishonchsizligi juda ham yuqori darajada bo'ladi. Shunday holatlarda ota-onalarga bergan maslahatim bu faqatgina ularni doimo tanqid qilish emas, vaqtida cho'milgin, vaqtida yuzingni yuvgin, yuzingga qara, o'zingga qara, nimaga semirib ketding degan gaplar hammasi travma holatda qoladi. Shunday holatda faqatgina qo'llab-quvvatlash va qanday bo'lmaganda ham bu bolada chiroyini ko'rish. Chunki qizlarda ham, o'spirin yigitlarda ham chiroyga juda ham katta ahamiyat
bor, beriladi va shu holatlarda nima bo'lganda ham qara qanday go'zalsan, qanday chiroylisan, hali qarab turgan hammasi o'tib ketadi degan qo'llab-quvvatlashlar bo'lsa, undan tashqari uyqu vaqtida bo'lishi kerak, to'g'ri ovqatlanish, ya'ni kun tartibini to'g'ri tartibga solsa, bu holatdan tezroq chiqib ketamiz. Ba'zi bir o'spirinlar aynan o'sha yig'loq bo'lib qolishadi. Salgina narsa asabiylashtirib yuboradi, o'zini jahlini namoyon etib yuboradi ota-onalarga nisbatan. Mana shu jarayonda esa ota-onalar bilib bilmasdan ularni urishib qo'yishadi. Nima qilishlari kerak? Bu mana shu davr qachon o'tib ketadi o'zi? Endi hammada har xil. 11-12 yoshdan boshlanadi. 18-19 yoshgacha davom etadi, kimdadir 25 yoshgacha. Bu bosqich sifatida qaralsa, ota-onaga albatta sabr va bu anatomo-fiziologik, psixofiziologik jarayon deb qaralganda bolaning bir xil paytda achchiq tuzuv gapirgani, yig'lashi va tushkunlikka tushishlari bu oddiy holat va bu holatlarda e'tiborsizlik emas, balki yondashuv bilan o'zida ham qanday bo'lganligini eslash kerak. Biz albatta o'zimizni eslaymiz. Men hech qachon bunaqa qilmaganman, ota-onamga qattiq gapirmaganman, ko'ziga tik qaramaganman. Albatta bizning davrda umuman boshqa davr bo'lgan. Bizni tarbiya qilish jarayoni ham umuman boshqacha bo'lgan. Lekin hozirgi bolalarda boshqacha. Ya'ni zamon zayli bilan hozir juda ham ko'p informatsiya, ya'ni gadjetlarda bor. Ko'p savollarga ular o'zligi javob topishadi internetdan. Lekin internet nimasida, tarmog'ida to'g'ri javoblar ham bor, noto'g'ri javoblar ham bor. Shunday holatga yetkazmasdan, men o'ylaymanki, ota-ona ham ozgina bo'lsa ham o'zini saviyasini ko'tarish kerak. Bu davrda nima bo'lishi haqida o'sha gadjetlardan o'qib, o'zini qandaydir saviyasini oshirib, qanaqadir informatsiya bilimini oshirsa, menimcha bola bilan muloqoti osonroq bo'ladi. Lekin aytib o'tishim kerakki, agressiv holatlarda albatta ota-ona ham tirik jon, o'sha gapiga javob qaytarib, albatta konfliktga kelishi mumkin va shunday holatlarda bitta narsani aytishim mumkin: bola nima uchun agressiv? Agressiya va chuqur jahl bu qo'rquvning teskari tarafi. Ya'ni bolaning o'zida qattiq qo'rquv bor. Balkim o'qishdadir, balkim o'rtoqlaridadir, balkim ichki kechinmalaridadir. Men aytamanki, ota-onalarga bilingki, bu bola sizni o'zidan o'zi xafa qilmaydi. Unga e'tibor kerak va uni tushunish kerak. Ozgina ko'proq gaplashsangiz, albatta ochiladi. Lekin agar bu holat, konflikt holat bo'lsa, ota-onadan uzoqlashadi bola. Tushunarli. Nodira opa, rahmat ma'lumotlar uchun. Azizlar, agarda Nodira opani o'zlaridan bog'lanib, ular bilan maslahat olishni istasangiz, ularning manzillarini hozir televizor orqali namoyon etamiz. Marhamat, yozib olishingiz yoki suratga olish imkoniyati sizda bor. Telefoningizga ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham faollar. Ko'rib turibsiz, Telegram kanallari manzillari va Instagram sahifalarining manzillari yozilgan hamda telefon raqamlari. Bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zlari bilan maslahat olib yoki bo'lmasa o'sha aytgan manzillariga borib, bemalol suhbatlashish imkoniyati sizda bo'ladi. Yuqorida Nodira opa gadjetlar haqida gapirdingiz. Bugungi kunda ota-onalarni juda ham bir vahimaga tushirib qo'yayotgan bir jarayon. Chunki katta-yu kichik bolalar faqat gadjetlardan foydalanyapti. Va mana shu asnoda, shu jarayon bolalarning ruhiyatiga qanchalik ta'sir qiladi va kelajagiga qanchalik ta'sir qiladi? Endi bu ham bir zamonning zamonaviy qandaydir evolyutsiya jarayoni deb qarasak, unda bu bolalarda plus tomonini ko'rsatmoqchiman. Bu bolalarda hattoki shu o'yin o'ynayotganda ham strategik fikrlashi ko'payadi, tezligi ko'payadi, analitikasi va logikasi ko'payadi. Lekin bu o'yinlar jarayoni ko'pi agressiv, urish, bir-birini o'ldirish va hokazolar bo'ladi va bu narsalar albatta bizning neyron hujjatlarimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Gadjetda 2 soat o'tirish mumkin.
2 soatdan ko'pi bu neyron hujayralarning gipoksiya va apoptoz holati, ya'ni neyronlarning yo'qolish xususiyatiga boradi va bizning kulrang moddamiz bor, bu neyronlarning majmuasi, bular qurib boshlanadi. Ya'ni neyrogenezga ta'sir qiladi va xotira pasayishi va fikrlashning torayishiga olib keladi. Ya'ni bunday bolalarda assotsiativ qabul qilish, kreativ fikrlash, g'oyalarni topish degan narsa yo'q. Ya'ni tayyor rasmlar tushadi, kartinkalar, va shu tayyor kartinkalar miyada xuddi fotosuratdek qoladi. Shuning uchun ham bu bolalarni yana aytib o'tishim kerakki, kitoblarga hech qanday qiziqishi yo'q. Chunki kitob o'qiganida jarayonga kiradi va ko'z oldida o'qiyotgan paytida shu tabiat manzarasimi, odamlarning holatimi, emotsional holatimi, hammasini ko'z oldiga xuddi kino singari, surat singari keltirish kerak. Ikkita varoqdan keyin bu narsa yo'q bo'lgandan keyin kitobga umuman qiziqish bo'lmaydi. Shuning uchun gadjetlarda uyqu buzilishi, albatta, chunki kortizol moddasi juda ko'tariladi, chunki hayajon katta bo'ladi. Kortizol baland ko'tarilgandan keyin albatta organizmdagi hamma jarayon xuddi stress kabi davom etadi va bular albatta qandaydir surunkali kasalliklarga yoki bolaning tez kasal bo'lishiga va depressiv holatlarga ham olib kelishi mumkin. Shunday savol kelgan, o'sha bolaligidan ko'proq pul yig'ishga qiziqadigan bolalarni kelajakda nima kutyapti? Pul yig'ish alomati birinchi galda ota-onadan o'zini ehtiyojiga pul so'ramayotgani va ota-onaga nisbatan bo'lgan qandaydir uzoqlashish. Bir xil paytda ota-onani o'zi shunga nima qiladi, rag'batlantiradi. Mana men senga kunda pul beraman, xohlagan narsangga pul yig'sang, albatta mana o'zing topgandek bo'lasan. Ham pulli qadriga yetasan, ham moliyaviy savodxonlikka olib keladi. Bir xil vaqtda bu bitta holat. Bir xil vaqtlarda esa ota-onaning bu narsaga nimasi yo'q, imkoniyati yo'q. Va shunday holatlarda bola pul yig'ib, albatta pulni qadrlashi bor, lekin ota-onaga nisbatan munosabatda ham ancha o'zgaradi. Agar ota-ona haqiqatda ishlab, pul topib, pulni qadrini aytib, qandaydir mehr ko'rsatgan bo'lsa, keyinchalik hali ko'rasizlar, men sizlarga uylab beraman, nima qilaman deb o'ziga qandaydir yuksak maqsadlar qo'yadi, shu pulga bog'liq. Bir xil paytda esa shu yig'gan pulini bir kunda ishlatib tashlashi mumkin, biror bir o'zini xohishiga, ehtiyojlariga. Juda ham yaxshi, rahmat. Ayni daqiqalarda biz biroz tanaffus qilib olamiz, Nondir opa. Azizlar, bizda qisqa reklama, undan so'ng yana davom etamiz. Marhamat. Qisqa va qimmatli vaqt ichida reklama. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingirol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Korzinkada Lalaku assortimentdagi tagliklar qadog'i bor yo'g'i 78.990 so'mdan. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Efkazalin Aqua'ni olib sinab ko'ring. Efkazalin Aqua, tumovsiz yashang. Atabekov, sinalgan sifat. Men faqat Honorni tanlayman va sizga ham shuni tavsiya qilaman. Xo'pmi? Yana allergiya. Edamni sinab ko'ring. Edam aksirish, ko'z yoshlanishi va burun bitishini bartaraf etishga yordam beradi. Korzinkada Andalus qaynatilgan kolbasasi 500 grammi bor yo'g'i 39.990 so'mdan. Salom hammaga. Bizda savollar turlicha. Sevgi nima siz uchun?
Siz boshqa beramadingiz, to'xtang. Bizda obrazlar turlicha. Bir ichimdim sindur qiymatini. Sen qayerdan ham bilarding, Ramesh? Bizni ko'rsatuv yangi rakursda. Toshkentda ko'rsatamiz sharqshunoslikda. Korzinkada Lalaku assortimentdagi tagliklari qadog'i bor yo'g'i 78990 so'mdan. Assalomu alaykum. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Yaxshiyam, Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. Efkazalin Aqua'ni olib sinab ko'ring. Efkazalin Aqua tumovsiz yashang. Men faqat Honorni tanlayman va sizga ham shuni tavsiya qilaman. Xo'pmi? Yana allergiya. Edamni sinab ko'ring. Edam aksirish, ko'z yoshlanishi va burun bitishini bartaraf etishga yordam beradi. Korzinkada Andalus qaynatilgan kolbasasi 500 grammi bor yo'g'i 39990 so'mdan. Azizlar, Toshkent telekanalida Taskin jonli loyihasi o'z yo'nalishida davom etadi va bugun studiyamizga malakali psixologni Nodira opani taklif qilganmiz. Savollaringiz bor bo'lsa, telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 0141 raqamiga qo'ng'iroq qilish imkoniyati sizda bor. Nodira opa, bolani qanday qilib lider qilib tarbiyalash mumkin? Nima qilishimiz kerak? Lider bo'lishi uchun birinchi galda bu bolani shaxs sifatida qabul qilish kerak. Ya'ni 2-3 yoshda bolada emotsional intellekt rivojlanish boshlanadi va biror bir narsalarni qilayotganda, qoshiq ushaganda yoki ovqat yemoqchi bo'lganida biz yedirib qo'yishni xohlaymiz, chunki to'kmasligi uchun. Shunday holatlarda bola men o'zimman deydi. Yoki kiyinmoqchi bo'lganda teskari bo'lsa ham men o'zimman deydi. Yo'q, sen teskari kiysan, oyoq kiyimni hali kiyishni bilmaysan, to'xtab tur, hozir boylab qo'yaman deb uning menini biz qisqartirishni boshlaymiz. Ana shunday holatlarda men o'zim degan narsa chetga suriladi va vaqt singari o'tishi boshlaydi. Biz bu bolani nima deydi, mas'uliyatsiz qilishimiz mumkin yoki ishonchsiz bo'lishi mumkin va har doim qandaydir tirgovich qidiradigan bolaga aylanishi mumkin. Liderlik xususiyatlar hammada bor. Hamma bolada bor. Lekin bu bolada qay darajada uni rivojlantirish ota-onaning qo'lida. Liderlik bo'lishi uchun uning meni har doim bo'ladi. Uning fikri bo'ladi. Albatta rag'batlantirish. Albatta rag'batlantirish. Men bir narsa aytmoqchiman. Mana yahudiylarda dunyoda ikkita bola bo'lsa ham bittasi sensan. Eng aqllisi ikkita yoki bitta bo'lsa bittasi sensan. Eng chiroylisi ham sensan deb yoshligidan tarbiyaga shu narsa berilgan. Va ularda albatta ko'pi o'ziga ishongan va lider bolalar juda ham ko'p. Bizda bir narsa borki, biror bitta mag'lubiyat. Masalan, nojo'ya harakat qilib qo'ydi va bog'chada yoki maktabda tanqid qilishyapti. Mana shu tanqid qilayotganda biz hozir albatta o'qituvchilar mendan jahli chiqishi kerak mumkin. Biz bolani yonini olmaymizda, o'qituvchi bilan baravar bolani yanada ham tanqid qilishga o'tamiz. Shunday holatlarda bolada podдержка degan narsa bo'lishi kerak. Qo'llab-quvvatlash ota-ona eng aziz inson hisoblanadi, avtoritet hisoblanadi. Mana shunday holatda eng avtoritet odam buni nima qildi? Xiyonat qildi. Ya'ni sotdi. Buni yoni bo'lmayapti-da, boshqa oldin bilish kerak, nimani hisobiga bo'ldi bu narsa va to'xtab turib uyda gaplashamiz deb o'qituvchini eshitish kerak va uyda bolani nima deydi, vaziyatini, bolaning variantini o'qituvchi bilan solishtirgan holatda albatta eshitgan holatda tanqid qilish kerak, busiz bo'lmaydi. Lekin tanqidni ham qandaydir ekologik holatda bolani ruhiyatini tushirmasdan, shaxsiyatiga tegmasdan gapirish kerak. Tili o'tkir bo'ladi, ayniqsa o'spirin vaqtda lider bolalarni. Bunga turib berish hammaga ham emas. Lekin siz kelajakda lider bolani ko'rmoqchi bo'lsangiz, mehrli bo'lsangiz, bu bolani har doim kuchli tomonini va boshqa tomonlarini ham inobatga olasiz. O'zingizni eslang.
ana shunday holatlarda bolaga biz har doim qanday yondashamiz? Men a'lochi o'qiganman, men hech qachon bunaqa bo'lmaganman deymiz. Lekin bo'lmagan gap. Hammamizda qandaydir bekitgan o'zimizni qorong'u tomonlarimiz bor. Ana shundaylardan bitta-ikkitasini gapiring. Ana shunda bu bola aytadiki, ha, demak, ideal bo'lishi mendan talab qilishmayapti. Chunki hammada ham qandaydir kamchilik bor. Lekin bu kamchilik bizning hayotimiz darajasida, liderlik darajasiga ko'tarilishda bizga xalaqit bermasligini bolaga shuni nima deydi? Singdirishimiz kerak. Juda ham yaxshi. Ayni daqiqalarda jonli efirimizga qo'ng'iroq qilib tushgan muxlisimiz borlar. Ular bilan bog'lanamiz va savollarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Mani ukam bor, 17 yosh. Xo'sh. Shu do'r bo'lib qolganda, nima gapirsangiz anaqa qiladi. Mendan do'rlab javob beradi, o'dag'aylaydi. Qo'polroq muomala qilib tashlaydi. Nimadir tushuntirmoqchi bo'lsangiz ham o'zim bilaman deb qo'pollik qiladi. O'shanga psixologimizdan maslahat so'ramoqchi edim, unga qanaqa muomala qilib, qanaqa tushuntirsa bo'ladi bizda yoki unga nimani maslahat bera olasiz, shuni so'ramoqchi edim. Savol tushunarlimi? Tushunarli. Savolingiz yo'qmi muxlisimizga? Yo'q. Juda yaxshi. Ana endi javobni eshitishingiz mumkin. Savol uchun rahmat, minnatdormiz. Marhamat. Qo'pol muomala bu bolada agressiv holat borligi va ichki jahl, bu bolada ichki qo'rquv bor. Sizdan bir narsani bekityapti. Buning atrofidagi qanaqa bolalar bilan muloqotda, haligi o'yin o'ynayotganida qanday o'yinlar o'ynayapti, maktabda bo'layotgan holatda balkim yaxshi ko'rgan qizi bilan qandaydir konflikt darajasiga borgan bo'lishi mumkin. Yoqtirgan insonlari bilan masalan o'rtasida biron narsa bo'layotgan bo'lishi mumkin va biror bir narsani iste'mol qilayotganda ham shunday bo'lishi mumkin. O'ziga yoqmaydigan. Yo'q, iste'mol deganda biror bir haligi tabletkalar bor, sintetik shularni. Buni faqatgina tekshirishingiz mumkin. Albatta, qo'pol muomalasiga yarasha qo'pol muomala gapirmasdan, albatta sizga sabr tilaymiz. Aka sifatida juda ham mehribon ekansiz, qayg'uryapsiz. O'zimizning ham uyda xuddi shu narsa bor. Menda ham o'spirin o'g'lim bor, uni ham akasi unday gapirib ko'radi, bunday gapirib ko'radi, lekin ko'ngliga yo'l topgan. O'ylaymanki, siz ham ukangizni ko'ngliga yo'l topasiz, lekin avvalambor nima uchun qo'pol muomalada bo'lganini sababini topish kerak. Yaqinlashing, ochiq gaplashing. Balkim qandaydir muammo bordir. Sizga gapirishga uyalayotgandir. Chunki o'g'il bolalar o'zini zaifligini bekitadi. Lekin shunday vaqtda zaiflik juda ham ko'tariladi va shunday holatda qo'llab-quvvatlab, men borman, men senga turib beraman, nima gap deb gapirsanglar ochiladi. Nodira opa, hozir aytyapsiz, qo'llab-quvvatlash kerak, uni eshitish kerak va unga yordam berish kerak. Shu o'rinda bu degani uni o'sha injiqliklarini ko'tarish kerak deganida, to'g'rimi? Unga yon bosish jarayonida keyinchalik u erka bo'lib qolmaydimi? Buni ham bir juda nozik chegarasi bor. Ya'ni o'ta erkalatadiganlar bor, har bitta aytganini qilib, bu manipulyatsiya bo'ladi. Bunday bolalar juda manipulyator bo'ladi va shunga o'rganib qoladi. Ya'ni bu e'tiborni bir turi yig'lab, siqtab, mana yosh bolaligida shu bola agar yig'lab, siqtab, isterika qilib biron narsaga erishgan bo'lsa, o'spirinlik davrida ham xuddi shuni davom etadi. Va bu uning uchun odatiy holatga aylanadi. Ana unday holatda albatta kimni biz tarbiya qilamiz? Albatta bir parazit dunyoda davom etib anaqa qiladi. Yana bir qo'ng'iroq egasi bizda borlar, ularning ham savollarini tinglaymiz. Assalomu alaykum, marhamat, siz jonli efirimizga qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Psixologimizga savolim bor edi. 7 yoshli o'g'lim bor. Endi 7 yoshga to'ladi, lekin men unga qancha yaxshi muomala qilsam ham o'g'lim doim menga qo'polroq muomala qiladi-da.
faqat o'zini aytganini qildiradi. Agar o'zini aytganini qildirmasam, yo qo'liga pichoq ko'tarib oladi, yoki shu darajada isterika qilib yig'laydi o'sha narsasini qildirmagunicha. Ko'zlari katta bo'lib ketib, qizarib, shu darajada jahli chiqib ketadi-da, u aytganini qilmasam. Lekin u jahlini faqat menga qila oladi, uyda amakisi yoki adasiga qilmaydi-da, faqat oyisiga qiladi uni. Tushunarli, rahmat. Muxlisamizga savolingiz bormi? Vaziyatni ko'rib turibman. Birinchidan, eringiz sizga qanday muomalada? Muxlisamiz, shu yerdamisiz? Menimcha aloqa uzildi. Bunday holat albatta faqat onasiga bunday holatda agressiyasini o'tkazadigan bolalar bo'ladi. U agressiyani kuch deb biladi. Ya'ni kattalar bu ishni qilgan. Bu shuni qaytaryapti. Va buni odatiy holat deb biladi. Ikkinchidan, agar adasi, bu bolani adasi yo amakisi ayollarga nisbatan agressiv, qo'pol muomalada bo'lsa, bu muomalani odatiy holat, ya'ni erkaklik hissi deb qabul qiladi va buni kuch sifatida biladi. Lekin o'g'il bola farzand bo'lgani uchun ularning ichki hissiyotida onamni men himoya qila olmayapman degan qo'rquv bor. Va shunday konflikt bo'lgani uchun tushunmagan holatda onasiga o'zining nimasini o'tkazishni xohlaydi va shu holatda o'ziga e'tibor oladi, ya'ni taskin topadi, haligi qo'rquvi, zaifligini bekitish uchun. Nodira opa, vaziyatga yana ham oydinlik kiritamiz. Hozir mana menga aytishdi, aynan uyda bunday holatlar yo'q ekan, turmush o'rtoqlari ham yaxshi munosabatda bo'lar ekan. Aytyapsiz-ku, o'sha erkaklar tomonidan mana shunday qo'pol, nosog'lom, qo'pol ham muomala. Yo'q, nosog'lom emas. Bola qo'pol muomala deb o'yladi. Tovushi ko'tarilsa ham bola qo'rqib ketaveradi. Qo'rqoq bola bu. Bu bola qo'rqoq bolalar ko'proq o'zini kuchini namoyon qilishni xohlaydi zaiflarga. Yoki bu boladan aytganini qiladigan insonlarga, chunki bu bola uchun biladiki, kimga so'zini o'tkazadi? Onasiga. Va bu nevroz holat. Buni davolash kerak. Muxlisamiz qanday yechim topib berasiz? Davolash kerak, bu nevropatologga murojaat qilish kerak. Elektrosefalogrammani qilinadi. Butun tekshirish o'tkaziladi, qon tahlili, siydik tahlili. Bu bolalarda nima bo'lishi mumkin? Surunkali biror bir kasallik bo'lishi mumkin, gemoglobini past bo'lishi mumkin yoki parazitoz bo'lishi mumkin. Chunki bu holat nosog'lom holat. Buni davolash kerak. Parazitoz holatlarida gemoglobin past bo'ladi va organizmga mineral yetishmovchilik, oqsil yetishmovchilik va quyi moddalar, juda ko'p moddalarni yetishmovchiligidan miyada tanqislik bo'ladi. Va bu holatni erkalik deb bilish kerak emasdi, zudlik bilan buni shifokorga ko'rsatish kerak. Juda ham yaxshi, rahmat maslahat uchun. Ayni daqiqalarda biz yana biroz tanaffus qilib olamiz, chunki bizda reklama vaqti, aziz muxlislarimiz. Undan so'ng yana jonli efirimiz davom etadi. Marhamat. Bobur, qarang, siz nima deysiz? Madina, odamga taskin berishni bilasizmi? Albatta, bizda esa reklama. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Demak, jonli efirimiz o'z yo'nalishida davom etadi. Savollaringiz bo'lsa, albatta telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Agarda shaxsan o'zingiz psixolog bilan gaplashib, ulardan maslahat olmoqchi bo'lsangiz, hozir Nodira opani manzillarini ekranlarga chiqazamiz. Rejissyorimizdan iltimos qilamiz, marhamat. Ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham faollar Nodira opa. Mana ularning manzillari, Instagram sahifalarining manzillari hamda Telegram manzillari va shu bilan bir qatorda telefon raqamlari ham ekranlaringizda turibdi. Yozib olishga ulguring yoki bo'lmasam telefoningizga suratga olsangiz ham sizga foydadan xoli bo'lmaydi. Birozdan so'ng yana biz ushbu manzillarni ko'rsatamiz, azizlar. Shunday savol kelgan. Xo'sh,
Ba'zi farzandlar Nodir opa kamolga yetadi, o'qiydi, ammo ishlashga, oilaviy byudjetga hissa qo'shishga intilmaydi. Ularni qanday qilib ishlashga qiziqtirish mumkin? Demak, qo'llarida hunari bor, o'qigan, lekin ishlashga salohiyati yo'q ekan. Ishlashga salohiyati yo'q. O'zining agar oilasi bo'lsa, bunday holatlar 12 yoshgacha bolalar ota-onani qaramida. 12 yoshdan keyin o'zini bosqichi bor, ya'ni mas'uliyatli bo'lishi va separatsiya bo'lishi. Aksincha bizning oilalarda bir nechta oila bitta hovlida yashaydi, bitta uyda yashaydi va kamolga yetgan farzandlarini uylantirgandan keyin ham hech kim chiqarib yubormaydi va yosh oilaga yordam berish kerak deb turadi. Oilaviy an'ana sifatida qaraylik bu narsaga. Albatta, oilaviy an'ana, lekin hozirgi vaqtda bolalarga bu narsa, yigitlarimizga ayniqsa, bu narsa yaxshi ta'sir qilmayapti, chunki mas'uliyatsizlik bor. Yalqov bo'lib qolishyapti. Yalqov bo'lib qolishyapti va qo'lida hunari bor, boshqasi bor, oddiy ishlardan boshlashni xohlashmaydi. Ya'ni darrov ko'p pul olgisi keladi. Albatta, bu ham ishni tanlashadi. Bilasizmi, psixologik shunaqa obraz, ya'ni yosh bola obrazi. Yetuklik darajasi yo'q, ya'ni ulg'ayish yo'q. Ulg'ayish bo'ladi qachonki mas'uliyat bo'lganda. Kimdir bor 50 yoshda ham ulg'aymagan, kimdir bor 15 yoshda oilani boqadi, mas'uliyati bor va kelajakda katta maqsadlar qo'ygan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu qo'liga diplom olib yoki bir hunarli bo'lishini poylamasdan, mas'uliyatni yoshligidan, kichik qadamdan boshlash kerak. Shunda mana to'g'ri qiladimi, noto'g'ri qiladimi, uddalay oladimi, yo'qmi, lekin bolada mas'uliyat boshlanadi. Chunki o'zi mehnatga o'rgatishni qanday qilib boshlasa bo'ladi? Yoshligidan o'sha 2-3 yoshida o'zidan keyin oyoq kiyimini to'g'rilab qo'yishi, narsa o'yinchoqlarini yig'ib qo'yishi yoki idishini yuvishi, o'zi kiyinishi, oyoq kiyimi noto'g'ri kiysa ham to'g'ri kiyishi, vaqtida yotish, vaqtida uyg'onish, tishini yuvish, oddiy narsalar ham mas'uliyat bola uchun. Ovqatini o'zi yeyishi, bu ham mas'uliyat. Keyinchalik esa uy nimasida, ro'zg'orida biror bir narsalarni olib ber, qilib ber, keyin aralashtirib yubor, keyin birga qilamiz. Chunki bunday holatlarda o'g'il bolalarga ayniqsa to'g'ri tarbiya, ota o'zi bilan birga olib yurib, o'sha uy ishlarida yordam emas, yonida xuddi yondoshdek, shogirdek olib yursa, mehnatga nisbatan bo'lgan munosabati bu bolada kerakli bir vazifa deb qabul qilinadi. Tushunarli. Xo'sh, yana navbatdagi savol, oilada agarda pul bilan bog'liq muammolarni farzandlarimizga aytishimiz qanchalik to'g'ri debdilar? Agarda pul bilan bog'liq muammolar bo'lib qolsa, aytishimiz qanchalik to'g'ri? Bu masalalarni farzandlar bilan muhokama qilish kerakmi deganlar. Chunki mana bunday vaziyatlar bo'ladida, ota-onasiga uni olib bering, buni olib bering degan paytda unga to'g'ri tushuntirish kerak. Yo'q, hozir bizning oilaviy byudjetimizda mana shuncha pul bor. Uni keyingi oy olib berishimiz mumkin degan bir fikrlarni aytishimiz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri deyaptilar. Bir xil vaqtda bu ko'pincha to'liq oilalarda bo'lmaydi. Onani o'zi boqayotgan vaqtda bolalar ortiqcha so'rashdan ham qo'rqishadi, uyalishadi, lekin baribir qandaydir ehtiyojligi bor. Shu ehtiyojlarni gapirganda ona jabrdiyda holatida birdaniga o'zini agressiyasini pulga nisbatan, erkaklarga nisbatan tashlab ketgan yoki yordam bermayotgan adasiga nisbatan gaplar boshlanadi. Mana shunday holatlarda bolada pulga nisbatan negativ holat boshlanadi. Ya'ni pul bir qandaydir muammo deb qaraladi. Vaholanki pul bu energiya. Bu bizning holatimizga keladi. Bunday holatlarda nima deyishim mumkin? Haligi sizning gapingiz to'ppa-to'g'ri. Oilaviy byudjetdan mana shuncha vaqtdan shunchaga ajratamiz va shuncha vaqtdan keyin bu narsani olib beraman. Lekin o'sha vaqtga to'g'ri kelish kerak, albatta. Bunday holatlarda bolada o'ziga nisbatan achinish bo'lmaydi. Onasida jabrdiyda obrazi bo'lmaydi va pulga nisbatan bo'lgan munosabatda ham alamzadalik bo'lmaydi.
ya'ni katta bo'lganda ko'pincha bu bolalar alamzadaligidan pul topish boshlaydi. Bu albatta tanaga juda qattiq ta'sir qiladi. Stress holatda ko'pincha yetishadi o'sha maqsadiga, lekin surunkali qandaydir kasallik yoki muammolar bo'ladi munosabatda. Nodira opa, sizning mehnat faoliyatingiz davomida qanday muammolar bilan ko'rigingizga kelishadi ko'proq? Ko'proq o'spirinlarni olib kelishadi. Haligi aytganimizdek qo'pol muomala yoki o'qishga bo'lgan loqaydligi, gadjetlarda ko'p o'tirishi. Oxirgi vaqtda aytib o'tishim kerakki, bolalarda juda ham nima o'zgargan, nima deydi, dunyo qarashi, odamlarga qarashi, erkaklar ayollarga nisbatan hech qanday qiziqishim yo'q deb kelishi mumkin yoki qiz bolacha kiyinishga moyillik boshlangan. Bunday holatlar ham bor. Tushunarli, rahmat. Demak, agarda erkak kishini o'zini ayoliga nisbatan munosabati o'zgarsa, nimalar paydo bo'lishi mumkin? Ayol kishini ruhiyatida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin va mana shu asnoda erkak kishini o'zini ruhiyatida nimalar o'zgarishi mumkin? Bu nimalarga ta'sir qiladi bunday holat? Tadbirkorlardami munosabat o'zgarishi? Bir gapni aytishim mumkin, ayolni pulsizlik buzadi, erkakni e'tiborsizlikmi? Yo'q, erkakni pul aynatadi. Ayolni buzadi, erkakni aynatadi. Xo'sh. Ozgina boshqacharog'i ma'nosi shu. Erkaklar pul topishni boshlagandan keyin ayoliga nisbatan munosabati o'zgaradi ko'pincha va ko'proq ko'chaga e'tibor boshlanadi, ko'chadagilarga qarab ayolni solishtirish boshlaydi va ayolni mensimaslik holatlari boshlanadi. Vaholanki, agar erkaklar psixologik ulg'ayish darajasida mas'uliyatli bo'lsa, bitta narsani maslahat beraman, erkaklar bilingki, ayolingiz sizning manbaingiz. Ya'ni shu ayolning kayfiyati, sizga bo'lgan munosabati, sizning biznesingizning rivojlanishi, puldorlik bo'lishingiz, hayotda o'z o'rningizni topishingiz va hattoki komandadagi bo'lgan munosabatingizga ham ayolingizning ichki holati ta'sir qiladi. Shuning uchun o'ylaymanki, o'ylayman emas, men o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda bitta ikkita erkaklarga maslahat berganman. Ya'ni kunda ayolingizga mana charchab kelasiz, to'g'ri, ishda ishlaysiz, charchaysiz, jarayonni o'zi bo'lmaydi. Uyga kelganingizdan keyin ko'zingizga hech narsa ko'rinmaydi. Ayolingizga yaxshi gap u yoqda tursin, shu ovqatini yegingiz ham kelmaydi, chunki charchagansiz. Ko'chada yeb keldingiz. Shunday holatlarda ikki og'iz shirin so'z. Charchadingmi, senga ham oson emas. Bo'ldi, shuni o'zi ayolga qanot. Agar juda ham o'zingiz mas'uliyatli, bir ulg'aygan, ayolingizga nisbatan mehringiz cheksiz, oilangizni qadrlaydigan inson bo'lsangiz, yo'ldan ketayotganingizda bitta guldasta oling. Guldasta sizning ovqatingizdan ham arzon. Lekin ayolingizga siz bir oylik mehr berganingizdan baravar. Aytishingiz mumkin, bu guldasta nima qiladi? Ertaga so'lib qoladi. Siz uchun spirga. Ayolingiz uchun esa bu butun bir olam, butun bir kayfiyat, butun bir mazza qilish, bir nima desammikin, kayf, xursandchilik. Bunday holatlarda men bir tadbirkorni ishlaganimda, voy, bitta gul shu darajada ta'sir qiladimi? Ertasiga rosa katta переговорlarda rosa katta pullarni oldim. Bo'ldi, shu guldastani olib kelish mendan xayr, shuni orqasida shuncha bo'lyapti. Lekin ayolimga aytaman, "Sen ham menga energiya bergin" deb aytishni boshladim dedi. Bermang, o'sha xursand bo'lganni o'zi bo'ldi, shu sizga bitmas tuganmas banda. Ayollaringizni asrang degan maslahatim. Xo'sh, albatta. Xo'p, ota-onaga nisbatan munosabat aynan o'sha karyeraga va biznesga ta'siri qanday bo'ladi?
voy juda chuqur savol. Ko'p yigitlarimizda ko'rganman tajribamda otasi bilan konflikt yoki onasi bilan xohlagancha bir gaplarni gapirishi mumkin yoki qo'pol muomala qilishi mumkin, chunki men sizlarni boqyapman yoki yoshlikda bo'lgan qandaydir bo'lgan gaplarni eslab shuni alamini olishi mumkin. Shu holatlarda aytishim mumkinki, siz pul topasiz, lekin tanangiz, sizning emotsional intellektingiz, sizning energiyangiz bitmas tuganmas bo'ladi qachonki siz ota-onangizni hierarxiyani saqlaganingizda. Hierarxiya degani sistema bor, tabiat qonuni. Kattalar tepada, kichiklar pastda. Bizda ko'pincha yigitlarimiz yo qizlar ko'proq pul topsa, ota-onasi o'qimagan bo'lsa, bilib o'qigan bo'lsa, bilmaydiki, shu ota-ona sizni o'qitdi. Biz aqlli bo'lib qolamiz. Va darrowda ota-onaning xatti-harakati bizga erish tuyuladi. Gaplari polaparton bo'lib ko'rinadi. Xullas, g'ashimiz keladi va shunday holatda biz tanbeh berishni boshlaymiz. Bilingki, siz ota-onangizdan yuqoriga chiqdingiz. Qandaydir vaqtdan keyin biznesingizda va pulingizda o'zgarishlar boshlanadi. Shuning uchun qanday bo'lmasin bu ota-onangiz hayotda o'z o'rnini topganmi, topmaganmi, ko'p pul topganmi yoki o'qiganmi, o'qimaganmi, avvalambor bu insonlar sizga hayot bag'ishlashgan. Qolgani hammasi siz uchun bonus. Ya'ni shu paytgacha yashayapsiz, kasal bo'lib o'lib qolganingiz yo'q, sizni bir o'tbetga topshirib yuborishmadi, pulimiz yetmadi, boqolmadik deb. Sizni shu paytgacha olib kelishdimi, bu ularning nima deydi? Haqqi. Hissi, nima deydi? Haqqi. Va ularga mehr ila yordam bersangiz, hamma ishingiz zo'r bo'ladi. Albatta. Agar siz burch sifatida bunga qarasangiz, shu holatda ham pulingizga baraka kirishi kam bo'ladi. Ayol onangizga nisbatan bo'lgan munosabatingiz, o'zingizga bo'lgan munosabatingiz va atrof muhitdagi birinchi galda ayolingiz, bolalaringiz va komandadagi birga ishlaydigan odamlaringizga bo'lgan munosabatingiz, ichki holatingiz, adangizlarga bo'lgan munosabatingiz, dadangizga bo'lgan munosabatingiz, sizning masshtabingiz, sizning biznesingizning kengayishi va pullaringizning ko'payishi. Rahmat. Ana endi esa biz yana biroz tanaffus qilib olamiz. Bir necha soniyalarga albatta aziz muxlislarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Bizda reklama, marhamat. Bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Siz to'lagan soliq bugunimiz va kelajagimiz uchun sarf bo'ladi. Ya'ni soliqlar davlat byudjeti uchun, byudjet esa siz u biz uchun. Soliqlar bu yoshlar ta'limi, sog'lom jamiyat va tezkor tibbiy yordam, ravon yo'llar va qulay jamoat transporti, raqamli rivojlanish va zamonaviy davlat xizmatlari. Soliqlarni o'z vaqtida to'lash bu faqat burch va majburiyat emas, balki yurtga g'amxo'rlikdir. Siz to'lagan har bir so'm ertangi kun bugundan ham yaxshi bo'lishi uchun qo'shilgan salmoqli hissa. Soliqlar taraqqiyot poydevori. Tugadi. Xavotir olmanglar. Mana hozir to'xtagan joyidan davom ettiramiz. Marhamat. Azizlar, Taskin jonli loyihasi o'z yo'nalishida davom etadi va bizga ajratilgan vaqt ham bir necha daqiqalar qoldi. Shu bois aktiv bo'lasiz, savollaringiz bor bo'lsa paytdan unumli foydalaning. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 01 41 raqami va mana shu raqamga telefon qilib o'zingizni qiynayotgan muammolaringiz yoki bo'lmasam qandaydir savollaringiz bor bo'lsa, Nodir opa ularga maslahat berishga, savollaringizga javob berishga tayyorlar. Va mana shu asnoda yana bir savol kelgan. Xo'sh, yosh bolalar
o'zlari bilgan bilmagan holatda yaqinlarining yoki bo'lmasam uyga kelgan mehmonlarning cho'ntagidan pul o'g'irlash holatlarini qanday to'g'irlasa bo'ladi? Bunday holatlar asosan o'sha o'zini unchalik anglab yetmagan bolalarda uchraydi-da. Yoshlik vaqti, albatta. Yoshlik vaqti bu narsa boshlanadi. Agar shuni birov sezgan bo'lsa, birdaniga jahl qilib, xuddi go'yoki ko'z oldida o'g'ri bola katta bo'layotgandek tarbiyalashga, tanqid qilishga o'tib ketishadi. Va shunday holatda bolada qo'rquv, passivlik paydo bo'lishi mumkin yoki agressiv holat paydo bo'lishi mumkin. Birinchi galda bu ularning qiziqishi. Qanday bo'lar ekan? Chunki bu pul deb qaralmaydi. Balkim bir qiziqarli narsani oldim, qiziqarli ish qildim, qanday bo'lar ekan deydi. Shunday holatlarda bir xil paytda kaltaklanadiganlar ham bor. Men tajribamdan kelib chiqqan holatda bir nimani aytmoqchiman. 5 yashar bolani, ko'chadagi bolalar uyda pul borligini bilib aldab uydan pul olib chiqishni o'rgatishgan. Va buni uyda ayollar bilgan, lekin ada bilmagan. Ayollar oxiri surunkali ravishda bo'layotgani uchun, davom etgan narsa bo'lgani uchun ular aytishga majbur bo'lishgan. Va shu holatda menga 5 yashar bolani onasi bilan buvisi olib keldi va yig'lashyapti. Men aytdim, qanaqa tarbiya qildi adasi? Ko'mib qo'ygan. Boshini chiqarib ko'mib qo'ygan. Sizlar nima dedinglar desa, bizni indomadi, bizni qo'rqitdi. Juda ham yaxshi qilib dedim. Chunki erkak kishini erkak tarbiyalabdi degan narsa bolani miyasida. Uradimi, kaltaklaydimi, o'sha vaqtda bolada tushkunlik yoki bir agressiv holat bo'lishi mumkin, lekin adaga nisbatan qandaydir g'azab bo'lmaydi. Lekin ayol kishi shapati bersa, ana unday holatda o'ziga nisbatan bo'lgan bahosi ham tushib ketadi, g'azab ham ko'payadi va bir umr onasidan alamini olishi mumkin. Va shu 5 yashar boladan so'radim. Men aytdim, xafa emasmisan adingdan? Tarbiya qilganlari uchun dedim. Voy, shunaqa bo'ldimi demasdan desam, erkak bo'lib turibdi. Aytdiki, erkaklarcha meni tarbiya qildilar. Endi qilmaysanmi? Yo'q, boshqa qilmayman dedi. Men aytmoqchimanki, shunday holatlarda ada g'azablanadimi, boshqa qiladimi, albatta sabr bilan to'g'ri tushuntirish kerak va erkak kishilar borki, bolasiga qarashini o'zi yetarli. Ya'ni qo'l ko'tarmasdan ham. Tushunarli, Nodira opa. Ayni daqiqalarda yana bir qo'ng'iroq egasi biz bilan bog'landilar va ularning savollarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Ming afsuski, uzilib qoldi. Hech qisi yo'q, yana bir bora qayta urinish imkoniyati sizda bor. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Demak, hozir aytishyaptiki, hozir qo'ng'iroq qilgan insonimiz ota-onalari bilan muammo bor ekan. Demak, pul bo'yicha pul topish bo'yicha ota-onani munosabati farzand bilan unchalik yaxshi emas ekan. Nima qilishimiz kerak degan bir ma'noda savolni yo'llagan ekanlar. Ota-ona pul topishga nimalik qilyaptimi, to'sqinlik qilyaptimi yoki ota-onani pul topishi bolaga yuqorida savol berdim-ku. Yana bir bora iltimos qaytarib yuboring. Qanday muammo? Bolani pul topishi ota-onaga nisbatan qandaydir munosabati xalaqit qilayotgan emish. Savol unchalik aniq emas, lekin shunga yuqorida savol berdim-ku, bolani o'qitishgan, kasbi bor, lekin ishlashga salohiyati yo'q. Demak, bolaning pul topayotgan hunari ota-onaga yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Ko'pincha bolalar masalan o'zini hunari bo'yicha bormaydi, qayerda ko'proq pul beryapti deydi va bu narsa ko'proq ota-onaga xavotir beradi. Albatta, xavotiri qandaydir bir nimasi bordir, negizi bordir. Bunday holatda bilish kerak, nima, qanday topyapti, ya'ni o'g'irlik yo'li bilanmi yoki biror bir
to'g'ri kelmaydigan odamlarning sog'lig'iga ta'sir qiladigan narsalarni sotish hisobiga pul topyaptimi? Albatta, xavotir agar o'rinli bo'lsa, bu bolaga yo'l ko'rsatish kerak yoki psixologga murojaat qilish kerak. Lekin hozir aytamanki, hozirgi vaqtda hech kim o'zining hunari bo'yicha pul topmayapti. Bolalar ko'proq qayerda ko'p pul topish mumkin va bu pulni tezroq mo'maygini olish niyati. Chunki hozirgi vaqtda pulga nisbatan bo'lgan munosabatimiz qattiq o'zgargan va pulni ilohiylashtirganmiz. Ya'ni uni juda ham yuqori darajaga qo'yganmizdek, pul bo'lsa qilaman, bo'lmasa yo'q deb pulni o'zimizdan ham yuqori joyga nimaga qo'yganmiz, taxtga qo'yganmiz. Bunday holatlarda nima deyishim mumkin? Hozirgi vaqtda psixologiya shu darajada rivojlanganki, kvant psixologiyasi bor. Ya'ni sizga berilgan vaziyatlar bir dona yo ikki dona emas, balki minglab. Va shu vaziyatlardan qaysi biri ro'yobga chiqadi, bu sizning qo'lingizda. Sizning holatingiz sokin bo'lsa va hayotga nisbatan bo'lgan munosabatingiz quvonch, mamnungarchilik darajasi bo'lsa, pul sizni o'zi topib keladi. Rahmat. Azizlar, yana bir bora biz Nodirapan telefon raqamlarini va manzillarini ko'rsatamiz. Yozib olishga yoki suratga olishga harakat qiling. Albatta, sizlar uchun o'zlaridan kerakli maslahatni olmoqchi bo'lsangiz, mana shu manzil orqali ularni topishingiz mumkin bo'ladi. Bolada agressiya boshlanganini qanday bilsa bo'ladi va uni to'xtatish uchun nima qilish kerak degan savolimga javobni birozdan so'ng berasiz, chunki yana bir muxlisimiz bizga qo'ng'iroq qilib tushdilar va ularni eshitmasak bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Marhamat, siz jonli efirimizga qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nodira opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni bitta savolim bor edi. Marhamat. Yosh chog'lik odati bor-ku, katta bo'lgandan keyin tortinchoq bo'lib qoladi. Ichki hissiyotlarini, o'zini naqalarini aytib bera olmaydi. O'shani qanaqa qilib katta inson yengib o'tishi mumkin? Shu savolimga javob bering. Demak, bu tortinchoqlik bor ekan. Mana shu sabab ko'p ishlarni amalga oshira olmas ekanlar. Muloqotga ham kirishishi juda ham qiyin bo'lar ekan. Mana shu tortinchoqlikni qanday qilib yo'qotish mumkin? Tortinchoqlik birinchidan bu o'ziga bo'lgan munosabatda o'zining qadriyatini pastligi, o'ziga bo'lgan bahosi pastligida va o'ziga bo'lgan ishonchi pastligida. Ishonchi ko'payishi birinchi galda siz o'zingizga yoqadigan ish bilan shug'ullanishingiz kerak. Biror bir hobbingiz bor bo'lsa, o'sha hobbini ishga solsangiz, o'sha ham sizga pul keltiradi. Albatta, o'zingizga bo'lgan ishonchni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, bu albatta bilim. Bilimingiz qancha ko'p bo'lsa yoki biror bir ishga kirishdan oldin shu ish miqyosida bilimingizni oshirsangiz, o'shandagina sizni nimangiz, mavqeingiz oshadi va o'zingizga bo'lgan nima ham oshadi. Nima deydi? Ishonch oshgani bilan tortinchoqlik o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi demak. Ishonch va o'ziga bo'lgan baho berish. Bu ham ota-onaga bog'liq. Ota-onangiz sizga agar doimo tanbeh bilan tanqid qilgan bo'lsa yoki sizdan faqatgina a'lo darajada yutuqlarni talab qilgan bo'lsa, shunday holatlarda xuddi siz aytgandek holatlar bo'ladi. Shuning uchun ota-onangizdan faqatgina rag'batlantirishi, duo qilishini so'rasangiz, o'z-o'zidan o'zingizga bo'lgan bahoyingiz ham oshib ketaveradi. Juda yaxshi. Ana endi esa yuqorida sizga bergan savolimga javob berasiz. Yosh bolalarda agressiya boshlanganini qayerdan bilsak bo'ladi? Uni qanday alomatlari bor? Agressiyani kichik vaqtida bolalar
bir birini tishlashi, o'yinchog'ini otishi, narsalarni otishi, baqirib yig'lashi va qandaydir hech qachon tagiga bormayotgan bolalar birdaniga tagini namlashi, haligi hojatxonagacha bormasdan dush kelgan joyida siyishi bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda bola agressiya holatini birinchi galda sog'liq bilan bog'liqligini inkor qilish kerak. Bu holatlarda biror bitta surunkali toksik holat bo'lishi mumkin, intoksikatsiya holati. Buni inkor qilish kerak. Gemoglobinni pastligini, parazitozni inkor qilish kerak. Psixologik holat, ya'ni uyda nosog'lom holat bo'lishi mumkin. Ya'ni onaning holati ko'proq bola agressiya ko'rsatadi. Ya'ni bola onasiga nisbatan juda ham bog'liqlik katta. 12 yoshgacha va onaning ustida kulib yursa ham ichida agressiyasi odamlarga nisbatan yoki uydagilarga nisbatan bo'lgan munosabatda ichki johillik bo'lsa, bola shuni ko'zgu singari ko'rsatadi. Tushunarli. Bolalarni stress va xavotirdan himoya qilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Uyqusini, birinchi galda uyqusining tartibi, kun tartibi, ovqatlanish tarzi, shakar, uglevodlarni kamaytirish, umuman olib tashlash, chunki bular hammasi miyaga noto'g'ri ta'sir qiladi. Qon tomirlarini ishdan chiqaradi. Oqsil moddasini ko'paytirish, ya'ni oqsil moddalari yo hayvon oqsili bo'lishi mumkin yoki o'simlik oqsili bo'lishi mumkin va yog' mahsuloti. Yog' mahsuloti bu avokado, olivka yog'i, saryog', zaytun yog'i, durda degan narsalar bor. Mana shularni ko'paytirish kerak, chunki miyamiz 90% ga yog'dan iborat. Dumba ham juda yaxshi agar yedira olishsa. Juda ham yaxshi. Bolalarda qanday psixik muammolar bo'lishi mumkin, Nodira opa? Aytib ketishim kerakki, sport bilan albatta nima qilish kerak, shug'ullanish kerak, chunki tanani ishga solmasa, stressdan chiqish holatlari bo'lmaydi bolalarda. Psixik muammolar bu birinchi galda nevroz holati bo'lishi mumkin, depressiv holatlar kichik bolalarda ham bo'ladi. Bu faqatgina kattalarda emas. SDVG, ya'ni e'tiborning kamligi, tez biron narsa joniga tegishi, buni shifokorlar davolaydi, lekin bu davolanadigan narsa emas, bu liderlar va genial nima deydi, dohiy deydimi? Genialnisi bir turi. Yana panik ataka bo'lishi mumkin. Ruhiy holatlarda ko'proq nevroz, enuroz holati bo'ladi, ya'ni tagiga siyib qo'yish holatlari ko'proq bolalarda uchraydi. Bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'i agar tug'ilishida muammo bilan tug'ilgan bo'lsa yoki tanasida, organizmda qandaydir xronik proses bo'lganda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Tushunarli. Biz ko'proq o'sha ota-ona va bola tarbiyasi haqida sizdan maslahatlar oldik. Ota-onalarga qanday maslahatlar berasiz? Ular nimalarga ko'proq e'tibor berishlari kerak va mana shu asnoda bizni kuzatib turgan balki balog'at yoshidagi farzandlar ham bordir. Ularga nima deya olasiz? Ota-onalarga birinchi galda salohiyatingizni, ma'naviyatingizni, ma'rifatingizni kuchaytirishingizni maslahat bergan bo'lardim, chunki avvalgi tarbiya turlari hozir umuman bizning bolalarga to'g'ri kelmaydi, chunki ularning salohiyati ancha baland, chunki informatsiya juda ham ko'p. Ikkinchidan maslahatim, siz namuna bo'ling biron narsa talab qilishdan avval. Bolangizga mehr ko'zlari bilan, ya'ni muhabbat, mehr o'zingizga nisbatan bo'lsa, bolangizga ham xuddi shunday muomala qilasiz. Chunki qanday bolaga muomala qilishingiz bu qanday ko'ylak kiydirishingizdan baravar. Bu bolada muammo ko'rsangiz, demak muammoni kiydirdingiz va bu bola sizga ko'zgu singari shu muammoni qaytaradi.
aksincha agar shu bolada siz kelajak liderni, juda aqlli, salohiyatli, mas'uliyatli bolani vaholanki yo'q bu narsa, lekin siz ko'z oldingizga shu kartinkani ko'rib, shu loyihani kiygizsangiz, shu bola sizga xuddi shuni qaytaradi. Hozir shunday vaqt, shunday davr. O'spirin bolalarga esa tezroq holatingizdan chiqib ketib va birinchi galda uyqungizdan sportni va gadjetlarga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirsangiz, holatingiz bosqich singari o'tib ketadi va hech qanday kelajakda sog'lig'ingizda yoki psixologik jarayonda muammo bo'lmaydi. Juda ham yaxshi. Nodira opa, sizni studiyamizda yana bir bor xush ko'rdik. Tashakkurlar aytamiz kelganingiz uchun. Rahmat maslahatlar uchun. O'ylaymizki, sizning maslahatlaringiz barcha tomoshabinlarimizga manfaatli bo'ldi. Bizga ajratilgan vaqt azizlar o'z nihoyasiga yetdi. Biz shu kayfiyatda jonli efirimizni yakunlaymiz. Hafta o'tib payshanba oqshomida ko'rishguncha tuningiz osuda va go'zal o'tsin.